Kamerani olib keling do'stim, bu yoqqa bitta yurtdoshlarimizga o'zimizning Mesni bir rent gilosimizni bitta ko'rsatib beraylik. 2025-yil 3-may sanasida olayotgan videomiz. Xudo xolasa Rossiyalarga chiqib ketyapti do'stlar. Bu giloslar xudo xolasa yukxonaga hozir borib buni o'tkazib olsak, ertamandan Rossiyaga yo'l oladi furalar do'stlar. Food City'larda sotiladi. Bugungi narxi 35 ming so'm uzilyapti do'stlar. Primerni 9 kilo chiqadi. 1 kilo yashikka chiqib ketganda 8 kilo do'stlar. 8 kilosi 35 ming so'mdan bo'lganda 280 ming so'm pul bo'ladi. 1 yashik gilosga menimcha yomon emas. Kerak bo'lsa Alloh beraman desa, bir tubdan ham shuncha gilos terishlar mumkin. Kimga ko'chatlari qiziq bo'lsa, pastki nomerlarni qoldirib qo'ying. Pastki nomerlar bog'lansanglar, ko'chatlariga zakaz berishlar mumkin. Bog'dorchilikka qiziqqanlarga videomizni ulashib qo'ysanglar, xudo xolasa hammaga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Layklar bosib boraverasiz, to'ppa-ko'kchi yo'qolamiz ham qo'llar dard ko'rmasin. Bu holatga keltirish ham oson emas do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.